Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlarimizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqin. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyodagi kun tartibida bo'layotgan xabarlarni huzuringizga sunishtirishimiz. Qaynamsiz diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Xitoy G'arbiy Turkistondagi Uyg'urlarni qaytirib ketishga kuchmoqda. 27 mart ishonchlik manbadan erishgan uchullarimizga ko'ra, Xitoy ishg'olchilarining O'zbekiston, Qirg'iziston, xususan G'arbiy Turkistondagi atalmish diplomatlari G'arbiy Turkistondagi qarindosh davlatlarda tijorat qilayotgan Uyg'urlarning pasportlarining vaqtining to'shishini fursat bilib, ularni vatanga qaytarishga qoyil qilish uchun harakatga o'tgan. Hammamizga ma'lum bo'lgandek, Xitoy tajovuzchilari vatan ichida elib berayotgan shiddatli bostirishlarni eng yuqori pallaga chiqargan va xalqarada Xitoyga qarshi besim kuchayishga boshlagan bir paytda vatanimizdagi xalqimizni yo'q qilish bilan bo'ldi qilmasdan chet ellarda ularning da'vosini qilayotgan, hatto hech qanday ishga aralashmay o'z tijorati bilan shug'ullanayotgan Uyg'urlarni o'zlariga xatar chog'lab, yillardan buyon ularni har xil bahonalar, vatandagi oilasiga besim qilish qatorli qabih usullar bilan minglagan Uyg'ur tijoratchilarini vatanga qaytirib ketib, un-tinsiz yo'q qildi. Xitoy amdilikda bu razil siyosatini texmo kuchaytirib, O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston qatorliq davlatlarda oz sonda qolgan shu Uyg'urlarni yo'q qilish uchun o'z fuqarolarim deb davron selayotgan Uyg'urlarga pasport yangilab bermayla qolmasdan, ularni xilma-xil yolg'on yovdoq va'dalar bilan aldab, pasportlarini vatanga qaytib almashtirishga qoyil qilish uchun jiddiy harakatga o'tdi. İsmini oshkorlashni xohlamaydigan birining bildirishicha, Xitoyning O'zbekistondagi konsulxonasi Uyg'urlarni vatanga qaytarish uchun ishlatmagan usullari qolmagan bo'lib, ularning vatanga qaytishi uchun hatto biletmi elib beradiganligini bildirib aldashga boshlagan. Kuzatuvchilar butun G'arbiy Turkistondagi davlatlarda yashayotgan xalqimizning Xitoyning bu razil suiqasdiga aldanmasligini, ilgari aldab yoki oilasiga besim qilish orqali kirib ketgan qarindoshlarimizning oqibatidan ibrat elishi kerakligini bildirishmoqda. Xitoylarning Pokistondagi razilliklari oshkorlandi. 27 mart Pokiston televiziyasi Sari-Am kanali bergan xabarda ma'lum bo'lishicha, Xitoylarning saxta islomga kirganlik isboti bilan Pokiston qizlarini aldab to'y qilganligi oshkorlangan. Pokiston televiziya muxbirlari Pokistonlik musulmon qizlar bilan to'y qilgan Xitoylarning islomga yolg'ondan kirganligi haqidagi ko'chparanglarining rost yolg'on ekanligini tekshirish uchun ularning uylarini tuyuqsiz ziyorat qilgan. Ziyorat jarayonida muxbir Xitoylardan "Sen musulmonmi?" deb so'raganda, "Men musulmon" deb javob bergan bo'lsa-mu, biroq islom diniga kirishning asosiy qoidalari, islomning oddiy prinsiplari haqidagi savollarga javob bera olmay, o'zining islomga kirganligi haqidagi saxta isbot bilan Pokiston qizlarini oldiganligini isbotlab bergan. Bu numussiz voqea Pokistonda keng g'ulg'ul qo'zg'amoqda. सारे मुसलमान हैं, ये मुसलमान है, इससे पूछें जरा। मुस्लिम मुस्लिम है। شده क्या कलमा आता है, इससे पूछें। میمه जोड़ा। Amerika Xitoyni lagerlardagi tutqunlarni qo'yib berishga chaqirdi. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Xitoyning Sharq Turkistondagi yig'ib olish lageridan qutulib chiqqan Mehrigul Tursun va tuqqanlari lagerda tutib turilayotgan Uyg'ur jamoatchiligining vakillari bilan ko'rishdi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Amerika Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Robert Palladino yozim bayonot e'lon qilib, Mike Pompeoning seshanba kuni Xitoyning Sharq Turkistondagi yig'ib olish lageridan qutulib chiqqan Mehrigul Tursun va tuqqanlari lagerda tutib turilayotgan Uyg'ur musulmonlaridan Gulchehra Xo'ja, Firqat Javdat va Arafat Erkin qatorliqlar bilan ko'rishganligini qayd qildi. Xitoyning 1 milliondan ortiq Uyg'ur, Qozoq va boshqa musulmonlarni yig'ib olish lagerlarida qonunsiz shaklda tutib turayotganligini tilga olgan bayonotchi Palladino, Minister Mike Pompeo Xitoyning kishilik huquq dafsandichiliklariga qarshi sadosini yangratganligi uchun ularning jasoratiga yuqori baho berdi. Xitoyning islom va boshqa dinlarga qarata yurgizayotgan besim harakatlariga xotima berilishi uchun Amerika Qo'shma Shtatlarining hamdam bo'ladiganligi haqida va'da berdi deganlarini qayd qildi. U Uyg'ur vakillar bayon qilgan ishlarning Xitoy lagerlaridagi zulmning faqat bir qanchisili ekanligiga ishorat qilib, ular Sharq Turkistonda o'z ismlariga ega bo'la olmagan, erkin harakat qila olmagan, o'zlari haqida o'ylana olmagan va dillarining eng asosli ishlarini o'rin deya olmagan 1 million yoki uningdan ortiq odamga vakolatan gap qilyotdi dedi.
Amerika Tashqi ishlar ministrligining Xitoyga aloqador 2018-yillik kishilik huquq dokumentida Uyg'urlar duch kelayotgan qiyin qistoq va besimlarga atrofli shaklda o'rin berilganligini eskartgan Palladino, Xitoy amaldorlarining musulmonlarning uylarida majburiy qo'nish, ularga majburiy haroq ichkizish va cho'shqi go'shi yegizishidan sirt jinsiy zo'rliq va jinoiy qilmish degandek ko'plagan jinoyatlarga aralashganligini tilga elib o'tdi. U yana Xitoy rejimini bu kishilarning oila tavobiatlarini va bu lagerlarda xohlagancha tutib turilayotganlarni darhol qo'yib berishga chaqiramiz deganlarni so'zlariga ilova qildi. Kastamonu Universiteti mudiri universitetimizning yana bir ismi Turkiston Universiteti dedi. 27 mart Kastamonu Universiteti mudiri Kastamonu Universitetining yana bir ismi Turkiston Universiteti ekanligini bildirdi. Xabarda aytilishicha, Kastamonu Universiteti mudiri Seyit Aydin Qirg'iziston Xalqaro Universiteti ta'lim-tarbiya va tadqiqot markazining raisi doktor Asbek Aydarelevni kutib olgan bir ziyofatda biz bundan keyin Qirg'iziston Xalqaro Universiteti bilan ko'plagan sohada hamkorlashishga tayyor. Universitetimizning yana bir ismi Turkiston Universiteti. Biz qirg'iz o'quvchilarining bu maktabni o'zining oilasi deb bilishini umid qilamiz deganlarni bildirgan. Ma'lum bo'lganda Kastamonu Universitetida ko'plagan Uyg'ur o'quvchilar bilan birga G'arbiy Turkistondagi davlatlardan kelgan qarindoshlarimiz o'qishlarini davom qilmoqda. Uyg'urlarning qiyinchiligi va Xitoyning yo'lsizliklarini cheklash haqida taklif. 26 mart Angliyada chiqadigan Al-Arabiya to'rida Sutuq Bug'roxon ilm va madaniyat vaqti raisi doktor Abduxoliq Uyg'urlarning qiyinchiligi va Xitoyning yo'lsizligini cheklash haqida taklif temasidagi bir parcha maqolasi e'lon qilindi. Doktor maqolada Xitoyning Sharq Turkistonga tajovuz qilib kelgandan beri Sharq Turkiston xalqining diniy va madaniyatini yo'qotish uchun har doim tirishib kelganligi, Uyg'ur xalqi jasoratlik holda Xitoyning har xil assimilyatsiya siyosatiga qattiq qarshilik ko'rsatib, o'zining madaniyati va dinini saqlab kelganligi. Xitoy necha yillardan beri har xil yumshoq va qattiq vositalar bilan Uyg'urlarni xitoylashtirib o'ziga qo'shib olishga tirishgan bo'lsa-mu, biroq Uyg'urlarni assimilyatsiya qilish maqsadiga yetolmaganligini, Sharq Turkiston xalqini assimilyatsiya qilishdan iborat razil maqsadiga yetolmagan Xitoy 2017-yili odamning aqliga kelmaydigan tuhmatlar bilan keng ko'lamlik tutqun qilib, lagerga qamashga boshlaganligini, dinga aloqador hamma narsani cheklaganligini, hatto lagerlarda musulmonlarni islomdan yenishga majburlayotganligini, turma va lagerlardan nurg'un kishilarning o'lim xabarining kelayotganligini tafsiliy tunishtirdi. Doktor maqolada yana Xitoy rejimi Sharq Turkistondagi xalqni har xil tuhmatlar bilan turma va lagerlarga tutqun qilib xo'rlash, hatto qirg'in qilib to'xtab qolmay Sharq Turkistondagi Uyg'urlarni chet eldagi urug' tuqqanlar bilan aloqa qilishini cheklaganligini, tuqqanlar bilan aloqa qilganlarni turma yoki lagerga so'laganligi, Sharq Turkistonni g'oyat zo'r turmaga aylantirganligi, Sharq Turkiston masalasi xalqarodagi kishilik huquq apparatlariga nisbatan bir sinoq ekanligini yo'ritib bergan. Uyg'ur yoshlari Xitoy dehqonlarining yerlarida ishlashga o'rinlashtirilmoqda. Erkin Osiyo radiosining xabarida bildirilishicha, Xitoy doiralarining Sharq Turkistonda atalmish yezi eshincha emgak kuchlarini ishga o'rinlashtirish sohasini kengaytirib, Uyg'ur dehqonlarini rayondagi Xitoy ko'chmanlarining yerlarini terishga yuzlantirayotganligi ma'lum bo'lmoqda. Aqsu gazetining 26 mart xabarida oshkorlashicha, yerlik doiralar 22 mart kuni Shayor nahiyasining Qizil Bayroq bozori yakshanba bozor kentida emgak kuchi yarmankasi o'tkazib, emgak kuchiga ehtiyojli Xitoy terilg'u yer egalarini Uyg'ur yezi emgak kuchlari bilan ta'minlagan. Xitoy doiralari buni Uyg'ur yezi eshincha emgak kuchlarining pul tepib namratlikdan qutulishi uchun zo'r fursat deb ko'rsatsa-mu, lekin kuzatuvchilar buning Uyg'ur yezi emgak kuchlarini Xitoy terilg'u yer egalariga biqindi holatga keltirib qo'ydiganligini ogohlantirmoqda. Xabarda bayon qilinishicha, yarmankada ba'zi Uyg'ur dehqonlari Xitoy yer egalariga yollangan. Yarmankada bir Xitoy yer egasiga yollangan To'xti ismli bir Uyg'ur dehqon o'zining faqat 8.8 mo'l yeri borligi, bu qitim ayoli bilan bir Xitoy yer egasining 300 mo yerini terishga yollanganligini bildirgan. Xabarda ta'kidlanishicha, Qizil Bayroq bozorining Burqay kentida 1500 mo terilg'u yeri bor bir Xitoy bu yil 61 ishchiga ehtiyojli ekanligi, bu yarmanka o'zining emgak kuchiga bo'lgan ehtiyojini qondirishiga qulaylik yaratib berganligini ta'kidlagan.
bu Xitoyning 1500 mo yerga qandoq erishganligi ma'lum emas. Lekin Uyg'ur kuzatuvchilarining ilgari surishicha, Xitoy doiralari 2017-yildan beri nurg'un Uyg'ur yer egalarini yig'ib olish lagerlariga qamab, ularning ochgan terilg'u yerlarini musodara qilgan. Musodara qilingan bu terilg'u yerlarni Xitoy ko'chmanlariga va boshqalarga qaytadan bo'lib bergan. Aqsu viloyati yaqinda viloyat miqyosidagi 5 million 700 ming modak terilg'u yerning egilik huquq tavalligini qayta bekitib taqsim qilinganligini bildirgan edi. Xitoy matbuotlari 2018-yili Sharqi Turkistonda ko'plagan yerlarni egalaridan musodara qilib, tizimlab o'tkazib olganligi va bu yerlarning qaytadan taqsim qilinganligini bildirgan edi. Kuzatuvchilarning ilgari surishicha, Xitoy rejimining Sharqi Turkistonda atalmish yezi eshincha amgak kuchlarini tashkillik ishga o'rinlashtirishi Uyg'urlarni kontrol qilishdagi bir xil muqimlik tadbiri ekan. Kuzatuvchilar yana bir tarafdan Uyg'urlarning bugungi holi zamin egalarining yollanma qo'lga oqqun Xitoylarning yer xo'jayinlariga aylanishidek ochiq reallik Uyg'urlarni o'z taqdiri haqida ta'xirsiz o'ylanishga va harakatga o'tkazishga sabab bo'lishi kerak deyishmoqda. Amerikaning Javlan to'piliklari qarori Xavfsizlik kengashining birmu a'zosining qo'llashiga erishalmadi. Javlan to'piliklari masalasida bir taraflama qarornoma chiqargan Amerika Qo'shma Shtatlari Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashida birmu davlatning qo'llashiga erishalmadi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Javlan to'piliklari masalasida bir taraflama qarornoma chiqargan Amerika Qo'shma Shtatlari Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashida birmu davlatning qo'llashiga erishalmadi. Kengashning boshqa 14 a'zosi ishg'ol ostidagi rayonning Isroiliya zimini emasligi to'g'risida birlik hosil qildi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashi Amerika prezidenti Donald Trampning Isroiliyaning Javlan to'piliklaridagi egilik huquqini e'tirof qilishidan keyin Suriyaning talabiga asosan jiddiy yig'in chaqirdi. Amerikaning Birlashgan Millatlar Tashkiloti turishliq vakilligi siyosiy koordinatori Rodney Hunter kengashda so'z qilib, Javlan to'piliklarining Suriya tuzumi va Iran tarafidan kontrol qilinishiga ruxsat qilingan taqdirda hokimiyat Iran va Hizbullohning Isroiliyaga qilgan hujumlariga ko'z yumilgan bo'lganligini ilgari surdi. U bu qaror Isroiliyaning bexatarligi nuqtasidan hal qilg'uch strategik ahamiyatga ega va Amerika buning rayonning muqimligiga hassa qo'shadiganligiga ishonadi dedi. Isroiliya Suriya zimini bo'lgan Javlan to'piliklarini 1967-yildan buyon ishg'oli ostida tutib turmoqda. Gollandiyada Xitoyning jinoiy pakti haqida guvohlik berildi. 27 mart Gollandiyada Sharqi Turkistonning hozirgi vaziyat ahvoli haqida isbot anglash yig'ini elib berildi. Faoliyatni Gollandiya Sharqi Turkiston tashkilotlar munbiri tashkillagan bo'lib, faoliyatga bir qancha Gollandiya parlament a'zolari ishtirok qildi. Faoliyatda lagerdan qutulib chiqqan Ömer Bekali bilan Yevropa Sharqi Turkiston ma'rif jamiyatining bosh kotibi Aysa Qarim Xitoy Sharqi Turkistonda ta'sis qilgan lagerlardagi qiyin qistoqlar, Xitoyning Sharqi Turkiston xalqi ustidan yurgizayotgan qirg'in qilish jinoyatlari haqida tafsiliy guvohlik berdi. Parlament a'zolari Sharqi Turkistondagi vaziyat ahvolini Gollandiya xalqi orasida tunishtirish haqida taklif fikrlarini berdi. Faoliyat oxirida Gollandiya davlatlik televiziya kanali NTR Ömer Bekali, Irshad Aysa o'zlik qatorliqlarni ziyorat qilib, Sharqi Turkistonning hozirgi vaziyat ahvolini so'radi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarimiz mushada oxirlashdi. Atki xabarimizni ko'rishgacha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Shunaqa programma oxirida ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.